Kelayotgan hafta O'zbekistonda havo harorati -10 gradusgacha sovishi kutilmoqda. O'zgidromet havo harorati tushishi va kuchli shamollar haqida ogohlantirdi. Respublikaning shimoliy hududlarida kelgusi hafta tunda -10 gradusgacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet xabarga ko'ra, joriy yilning 8-10 dekabr kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib keladi. 8-9 dekabrda O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 8-10 dekabrda yog'ingarchilik qorga aylanishi vaqti bilan kuchli bo'lishi mumkin. 9-10 dekabrda shimolda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda shamol tezligi 15-18 metr sekundgacha, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayadi. 10 dekabrga kelib markaziy hududlarda harorat asta-sekin kechalari 2-5 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3-6 daraja iliqqacha, shimolda kechalari 7-10 daraja, kunduz kunlari 0-3 daraja sovuqqacha pasayishi kutilmoqda.